Do'stlar, sizlar bilan Artyom bugungi videoda xush kelibsizlar. Bugungi videomizda mana shu yana o'sha layklar ko'p bo'lsa, kulgili videolarni ko'rish olaman deganda mana shu videom yetib keldi. Xullas, boshladik. Qani o'sha layk bilan obuna bosib qo'ying. Qani hozir bizning birinchi videomiz shu bo'ladi. Hali bundan ko'plari bor. Biz 5 ta ko'ramiz va qanaqa muammolarni aytib chiqamiz. Yoki 5 ta mana 3 ta video ko'ramiz. Uchalasidan bittasini tanlaymiz, hamda xatolarni aytamiz. Xullas, birinchi videomiz ketdi. Qo'limni bog'lab qo'ydi. Kim asbobimga gugurt yopishtirdi? Salom Jorj. Sen arra qamoqxonasidasan va bugun seni qiyin sinov kutmoqda. Seni o'zaro hukmga olishimiz kerak edi. Lekin senga faqat gugurt qo'ydik. Sen juda ko'p yomonliklar qilgansan. Mushukni qiynagansan, ovqat o'g'irlagansan, qamoqdan surib qo'ygansan. Endi hammasiga javob berasan. Olov tugagach, sen bulbulchasiz qolasan. Senga vaqt beramiz. Sen ana shu vaqt ichida mana shu gugurtdan qutulishing kerak. Bosh qotirmani yechsang agar, senga eshikni ochib beramiz. To'g'ri, hozir juda ham qo'rqyapsan. Hayot yoki mamot. Boshingni ishlat. Axir maktabda 11 yil bekorga o'qimagansan. Vaqt ketyapti, Jorj. Juda oz qoldi. Xullas, men qayerdaman? Kim qo'limni bog'lab qo'ydi? Kim asbobimga gugurt yopishtirdi? Men ikkita xatolik topdim. Birinchisi bu yomon narsa, men bu bilan ko'rsatishga qaror qilaman. Yomon narsa bu juda uyatsizlik narsa. Bu kulgili narsa edi. Shuning uchun bitta xatoga olamiz. Ikkinchisi Seni o'zaro hukmga olishimiz kerak edi. Lekin senga faqat gugurt qo'ydik. Olov tugagach, sen bulbulchasiz qolasan. Senga vaqt beramiz. Sen ana shu vaqt ichida mana shu gugurtdan qutulishing kerak. Bosh qotirmani yechsan. Vaqt ketyapti, Jorj. Senga eshikni olov tugagach, gugurt qo'ydik. Sen juda ko'p yomonliklar qilgansan. Mushukni mana ketib qoldi. Ovqat o'g'irlagansan. Seni o'zaro hukmga olishimiz kerak edi. Lekin senga faqat gugurt qo'ydik. Sen juda ko'p yomonlik. Bu xatolik. Mushuk qiynalayotgani yo'q. Navorot ovqat beryapti. Buni sevimli ovqatini buni qanaqa qiynadi yoki ushladimi yoki otdimi yoki nimadir qildimi. Xullas, bu mana bu yerdan ovqat beryapti. Mushuk qarayapti. Mana qarayapti. Xullas, ikkita xatolik bu videoda. Qanday bu uchinchisi bu qanday faqat televizorlar o'ylanyapti. Bu uchinchisi. Xullas, bu videoda 3 ta chiqdi. Qarang, nargi videolarda necha chiqar ekan. Mana ke 3-chi videomiz qarang, bo'lsa bu short. Qani ketdik. Qo'yay 5 kilo tug'ildim. Tabriklayman. Bu nimaga menga o'xshamayapti? Mayk, seningcha bu kimga o'xshaydi? Qanaqa video bu? Bu video ko'rib. Eng qimmat gulchangiz mana shumi? Bilmadim, uydagilar buni juda ham qimmat deyshadi-ku. Hovlidan uzib keldim. Uydagilar buni Sashami, Mashami nimadir deyshadi. Eng qimmat gulchangiz mana shumi? Xullas, shorts ko'rmaymiz. Xullas, shorts yo'q mana kerak. Men uni o'zimdan yuraman. Samolyotda nosozlik. Megan, Marie, biz qulayapmiz. Yo'q. Xudoyim, o'lamizmi? Dada, agar biz o'lsak, sizga bu haqiqatlarni aytishim kerak.
Men narkomanman. Buni xohlam. O'g'lim, sen nima qilib kichib qo'ygan bo'lsang-ham men seni kechiraman. Faqat sen ham meni kechira olasanmi? Men ham gapiray. Dada, bu hali hammasi emas. Biz sizga aytmasdan Mari bilan turmush qurganmiz. To'yga aytmaganimiz uchun kechiring. Yo'q, shunaqadir. Meni kechiringlar, men 5-marta turmushga chiqdim. O'g'lim, yana men seni asrab olganman. Sizni ota-onangiz pulingiz ham yo'q ekan-ku. Voy bile, hali meni ota-onam ham yo'q. Yana mana bu qizing bilan men 3 yil yurganman. Sen yana shunga uylanyapsan, yeb qo'yib. Endi po'xo'y olamiz-ku. Bu qiz bilan men o'zi aka singil ekanman. Yig'lamang. Nosozlik bartaraf etildi. Ular bunda xatolik Oyim, olamizmi? Dada, bo'lsang-ham men seni kechiraman. To'yoniz pulingiz ham yo'q edi-ku. Bu qiz bilan men xatolik yo'q. Bu uncha biroz yo'qdi. Lekin unchalik kulgili ham bo'lmadi. Xullas, keyingi videomiz mana Samsung Galaxy A06 kuniga 3600 Bu kim aptimi? Olmasa men dugonalarim bilan aylab. bunda bitta xatolik chiqdi. Yetmish 203 66 60 raqamiga Open Shopga qo'ng'iroq qiling. Bildim. Birinchidan hech kim yo'qayotgan bo'lsa ham mana bu nima tishi. Birinchisi. İkincisi nima kal. İkincisi. Üçüncüsü bunda. Bu maymun mu deyman? Maymuni. Oyoq kiyim yo'q unda bu bechorada uchinchisi. To'rtinchisi mushtaq uryapmiz. Qizarib ketishi bilan xatolik bu. Kulgili bo'lsa ham ba'zi xatolik bo'lishi mumkin. Men o'ylab turmayman. Bu kim aptimi? Sizlarga bitta savol chiqib qoldi. Kommentariya bu 2chimi, 3chimi, 4chimi, 5chimi yoki a'lochimi bu? Bola mana. Mana shu bola a'lochimi, 2chimi, 3chimi, 4chimi yoki 5chimi? Bu necha o'qigansan? So'rash kerak-da bu. Kommentariya yozib qo'yinglar-da.
Bu K mi yoki P mi deyapti? Bu barobar. Yana xatolik. 3'ga 1 dog'ot yopdi, 13 bo'lyapti. 4 5 Xullas, bugungi dars shu bilan iborat. Kommentariya 2cha yoki 3cha yoki 4cha yoki 5cha yoki a'locha yozib qoldiring. Men bolakayni shalpang quloqda. Xullas, bugungi dars unchalik chiqdim, lekin birinchi o'rin menga yo'qsa ham, yoqmasa ham mana shu videoda o'tirdi. Sizlarga belgilatib o'taman, bu birinchi o'rin. Ikkinchi o'rin chiqib ketgandan keyin o'sha video chiqib ketdi. Xullas, birinchi o'rin aniqlandi. Xullas, hammaga xayr. Voy bella. Kompyuter savodning baxt so'zidan qayda olib nima bor edi sanga? Baxt so'zidan qayda olib bahor bo'lding ey gulzor, bitta she'r. Maqol aytib chiqargan. Bahor so'zidan qayda olib xor bo'ldik. Qo'nxo'r so'zidan qayda olib Xullas qo'ygan.